Tömür Xalipa qo'zg'oloni va Satqin Li Shufu. Sharq Turkistonning yaqinqi zamon tarixidagi zo'r voqealarning biri 1912 yil ko'tarilgan Tömür Xalipa boshchiligidagi Qumul dehqonlar qo'zg'oloni to'g'risida nurg'un maqolalar yozildi. Men bu maqolada asosan bu qo'zg'olonning fojialik bostirilishida hal qilg'uch rol o'ynagan. Qur'on tutib qasam qilish bilan Tömür Xalipani aldab, qonxo'r Yang Zingshingning qiltiqiga tushirib bergan diniy munofiq Li Shufuning qilmishlari va uning keyingi hayoti to'g'risida to'xtalib o'taman. Tömür Xalipa qo'zg'oloni Qumul Uyg'ur dehqonlarining milliy sinfiy zulmga qarshi haqqoniyat bayrog'ini egiz ko'targan qo'zg'olon bo'lib, qo'zg'olonning o't yalqini Qumul xalqining qo'llashiga erishib qolmasdan balki Turpan xalqining qo'llashiga erishgan. Qo'zg'olonchilar kundan kunga kuchayib, zo'r g'albalarga erishib, Qumul vang'i Shah Maqsudning taxti va baxtini tavirtib, Yang Zingshingning feodal mustabid hukmronligiga qaqshatqich zarba bergan. Yang Zingshing hukumati qo'zg'olonni qurolliq bostirish uchun bir necha qatim askar avatgan bo'lsa-mu, lekin mag'lubiyatga uchrab, ig'ir chiqim tortgan. Qo'zg'olonni qattiq vosita bilan bostirishga ko'z yetmagan Yang Zingshing yumshoq vosita bilan qiltaqqa tushirish chorasini qo'llanishga majbur bo'lgan. Ya'ni ataqliq olim, yozuvchi, shoir marhum Abdurahim O'tkir apandi tarixiy romani Izda qo'zg'olonning jarayoni va uning fojialik bostirilganligini tarixiy chilliq asosida badiiy vosita bilan yo'ritib bergan edi. 1912 yil 9-oyda Yang Zingshing Tömür Xalipani islom dinidan foydalanib aldash uchun Li Shufuni alayda vazifa bilan Qumulga avatgan. 1913 yili 3-oyda Li Shufu o'zi boshchilik qilgan bir necha hukumat amaldorlaridan boshqa Xuyzu Axunlardan Fin Axun boshchiligidagi islom vakillar o'migini boshlab, nurg'un so'g'i salomlarni ilib, Qur'on ko'targan holda Qo'rayga chiqib, Tömür Xalipa bilan suhbatlashgan. Ya'ni Li Shufu Qo'rayga chiqishdan ilgari Yang Zingshingning aldamchilik bilan to'lgan bir parcha xatini Tömür Xalipaning yaqini Muhammadjon Abzi, ya'ni Tatar orqali uningga yetkazgan. Lekin Tömür Xalipa taslim bo'lishni qat'iy rad qilgan. Li Shufu Tömür Xalipa bilan ko'rishganda oldi bilan mundaq degan: Yang Zingshing sizni bak tushunadi. Siz Qumulda chiqargan ish Qumul Vangning namuvaffaq tuzumlariga qarshi chiqish bo'lib, hukumatga qarshi turganlik emas. Hozirgi hukumat gunohsiz fuqarolarni asraydi. Sizlarga hargiz gunoh ortmaydi. Yang Zingshing sizni bak maqtaydi. Sizni botur, jang qilishga usta deydi. Sizga o'xshash kishilar davlat ehtiyojli bo'lgan iqtidorli kishilar bo'lib, sizning o'lkaga chiqib, hukumat xizmatiga qatnashishingizni bakma orzu qilamiz. U yana Yang Zingshing sizga va qo'zg'olon ko'targan dehqonlarga bakma yistashlik qiladi. Hozir Mingo, ya'ni puhralar davlat qurilib, hamma odam barobar bo'ldi. Tog'dagi dehqonlar Vangning boshqarishiga qarashni xohlamasa, Qumul naisi, ya'ni Qumul divan vazorat hukumatiga qarsim bo'laverdi. Bosh tutuq Yang Zingshing Qumul Vangning dehqonlardan oladigan seliqini kamaytib elishga kapolatlik qiladi. Qo'zg'olonga qatnashganlardan o'tgan ishni surishti qilmaydi degan. Li Shufu Tömür Xalipaning ikkilinib bir qarorga kelolmay dargumon bo'layotganligini ko'rib, Tömür Xalipaning diniy e'tiqodi kuchlik, taqvodor musulmon ekanligidan foydalanib, uning oldida Qur'on tutib, qasam berib, uni indakka keltirgan. Oxirda 6 moddalik kelishim tuzilgan. Tömür Xalipa 130 odami bilan Urumchiga chiqqan. Yang Zingshing uni
атлық әскерлер 3-ші еңінің еңжаңлықыға тәйілілген. Ular Ломенчиңда, яғни азырқы Езігілік университетінің орныға тоғыр келеді, тұрған. Кішілер тәрпідін Титонлин, яғни баш черік башлығы төмір деп аталған. Төмір халипі шуныңдың етіварен Яңзыңшың тәрпідін назарет қылынған. Bir yıl ötmeyla Tömür Xalipa özünün pütünley aldanğanlığını sezip, Turpan qozğılançılarının rəhbəri Möydün bilen birleşip, qayta qozğılan kötürüşkə tayarlanıb atqanda, Milli Munafiq Mehmet Quli, yani tərcümanның satqınlıq qilishi arqısida aşkarlanıb qalğan. 1913 yılı 9 ayının 6 günü Яңзыңшың baş çerik başlığı Ma Fuxingğa baş çerik başlıqları yığını etiş bahanısı bilen Tömür Xalipini hökumetini ağdırmaqçı boldu degen bətnam bilen қолға alğan. Onu Яңзыңшың özü bevasitə soraq qılğan. Soraqqa Ma Fuxing tərcüman Mehmet Quli qatnaşqan. Qumul dehqonlar qo'zg'olonining rahbari Tömür shu kuni ichinishli qaldi o'ltirilgan. Uni so'roq qilishga xoin Mehmet Qulimo bevosita qo'l solgan hamda o'zimi o'ltirilgan. Tömür Xalipa bilan Urumchiga chiqqan qo'zg'olonchilar yurtiga qaytib dehqonchilik qiladi degan yili bilan Qumulga yo'lga selib qo'yilgan. Ular Morinaysning Cho'ng Tosh degan yeri kelganda yoshurun hujum qilib ularni yo'qotishga oldin o'rinlashtirib qo'yilgan Яңзыңшың askarlar tarafidan qirib tashlangan. Yolg'iz bir kishi Qumulning Idir yezisliq ansari ig'ir yarlangan bo'lsa-mu, o'lmay hayot qolgan. Tömür Xalipa Urumchiga manganda Qumulda qolgan, keyin dehqonchilik qilishga oilasiga qaytarilgan qo'zg'olonchilarmo omon qolmaydi. Ularni Gansu o'lkasining Anshi noyisiga yo'tkash bahonasi bilan Arı Yulduz, ya'ni Shingshing shog'i elib berib, oldin o'rinlashtirib qo'yilgan Яңзыңшың askarlari bilan Gansuning o'lka askarlari tarafidan qo'lga elinib, tirik ko'mitilgan. Tömür Xalipa qo'zg'oloni mana mushundaq ichinishli holda bostirilgan. Li Shufu qandaq odam? O keyingi hayotida qandaq shumliqlarni qilgan? Li Shufu hozirgi Ningxia Xuyzo avtonom rayonining Goyuan noyisidan bo'lib, Qing sulolasining Guangshu yillarida, ya'ni 1980-yilning oldi kaynida ota-onasi bilan birga Urumchi noyisi G'arb Shimol yezisining Shigung kenti, ya'ni hozirgi Michuan shahri Gumodi bozorining Shigung kentiga kelgan. Uning oilasi bek namrat bo'lg'achqa, o'smirlik chog'larida o'qish fursatiga erisholmay qor turuk bo'lib qolgan. Lekin uning qo'li apchil, kishilarga seliq sipoyi muomala qiladigan, qo'lim qo'shnilarga xo'shallik bilan yordam qiladigan bo'lg'achqa, tezlik kishilar orasida yuz obro'y tepib, ularning maqtishiga erishgan. 1890-yili bu yezida Nongyo bo'lib saylangan. 1910-yili Yunnanlik Ma Fuxing Zhejiangdan Sharq Turkistonga palangan harbiy salohiyati bilan Michuan noyisining Ushbuloq, ya'ni Sangichuan degan yeriga kelib, bo'z yer etishga boshlagan. Ma Fuxing Li Shufuning boshqalarning qiyinchiligiga yordam beradigan odam ekanligini anglab, boshqalardan qarz elishda o'ziga kepil bo'lib berishni talab qilgan. Li Shufu Ma Fuxingning irodalik ekanligini ko'rib, uningga yesdoshlik qilgan va maqtagan. Li Shufuning onasi mehr shafqatlik mo'may bo'lib, Ma Fuxingning ilgari amaldor ekanligini, hozir beshiga ig'irchilik tushib, qarz so'rayotganligini anglab, to'xi o'ltirib, uni kutib olgan va uni qo'ndirib qolgan. Li Shufu atsi o'zining ig'ilidan bir oqboz otni elib chiqib, Ma Fuxingga bu atni setib, pulni bo'z yer ichishning dasmayis qilgin deb bergan. Ma Fuxing bu atni 14 sar kumush tangiga setib, odam yollab 5-6 mo yer ichib shaltergan.
Shuningdan keyin Ma Fusheng Urumchiga berib kelishida Li Shufu oilasiga kirib tamoq yeb ketadigan bo'lgan va munosabati barg'ansir qo'yiqlashgan. Sharq Turkistonning harbiy ma'muriy valisi Yang Zingshin Ma Fushengning Sharq Turkistonga yo'llangan materiallarni ko'rgandan keyin uning o'zi bilan yunnanlik yurtdosh Xuyzu ekanligiga, shundaqla alam bilan shug'ullangan harbiy boshliq bo'lg'achqa keyinroq men asqatib qolarmikin deb qiziqib qolgan va uning bilan ko'rishib, biz garchi yurtdosh bo'lsaqmi, sen hozir ordining, ya'ni harbiy mahbusi bo'lg'achqa seni o'rinlashtirishga amalim yo'q. Sen hozircha uch buloqda bo'zgar ichib, teriqchilik qilib, yemak ishmagingni hal qilib turg'in. Keyin fursat bo'lganda seni izlayman deb uningga bir nechta kumush tanga bergan va Urumchiga kelganda o'zini yo'qlab turishni topilgan. 1912 yil 1-oyda Shinxay inqilobining ta'siri bilan Ilida Qing sulolasiga qarshi qurolli qo'zg'olon portlab, Ili buyuk tutuq mahkamasi qurilgan. Sharq Turkistonning Pashshabegi Yuan Dahua bundan qattiq cho'chib, Iliga askar avatgan bo'lsa-mu, qo'zg'olonni bostirishga madori yetmagan. Yang Zingshin o'zining Sharq Turkistonga hukmron bo'lish g'arziga yetishda harbiy huquq tutmus bo'lmaydiganligini bilgachga, bu fursatdan foydalanib Yuan Dahuaga harbiy qismni kengaytirish taklifini bergan. Yuan Dahua taklifni qabul qilib, uni askar elishga buyurgan. Yang Zingshin o'zining yurtdoshi uch buloqda teriqchilik qilayotgan Ma Fushengni chaqirtib kelib, Urumchidagi 24 masjiddan yosh, o'rta yosh Xuyzulardan ilgir keyin bo'lib 5 yillik Xuyzu qismini tashkillagan va Ma Fusheng, Ma Fuming, Ma Jixi, Li Shufu, Ma Fuindan iborat 5 kishini ayrim holda bu yinglarning yingjangligiga tayinlagan. Yang Zingshin bu qismning bosh cherikchilar boshlig'i amalini ustiga olgan. Yuan Dahua harbiy qismlarining hammasini Ilidagi oldingi safga Ili qo'zg'olonchilarini bostirishga avatgan. Urumchi atrofida Yang Zingshinning qo'lidagi 5 yingli askar qolgan. Harbiy huquqning amaliyotda Yang Zingshinning qo'liga o'tib ketganligini ko'rgan Yuan Dahua o'zining xatarga uchirishidan qo'rqib, Sharq Turkiston xalqining qon ter badiliga kelgan boyliqlarini ilib, ichkariga qaytishga tayyorlangan. Shu yili 5-oyda Yang Zingshin Sharq Turkistonning bosh tutuqligiga tayinlanib, Sharq Turkistonning cho'ng huquqini changilga ilib olgan. Li Shufu hili-mekir bilan Tömür xalifini aldab, qiltaqqa tushirgandan keyin Yang Zingshin uning bu töhpisi uchun uni avval Qumul naisining hokimligiga tayinlagan. Ondan harbiy unvonini Zhongxiao, ya'ni mayorlikqa ko'targan. Yang Zingshin Li Shufuning onasining tug'ilgan kunini xotirlashga nurg'un sovg'a salom elib, alayda uning Shigung kentidagi uyiga borgan. Ma Fushengni Yingjangliqdan Putkul Xuyzu qismining bosh cherikchilar boshliqligiga, keyin Qashqar viloyatining Titay, ya'ni bosh bog' valiyligiga o'stirgan. Li Shufu Qumul naisining hokimligini 1 yil o'tgandan keyin Urumchiga qaytarib kelingan. Yang Zingshin 1919-yili Sovet Qizil armiyasining zarbisidan qochib, Şinjanga kirgan Qalduq Chorrosiya qismlarining ma'lumotchilik chiqarishidan saqlanish uchun Li Shufuni Jing naisida Alenkov banditlaridan chegarani mudofaa qilishga avatgan. Keyin Yang Zingshin Li Shufuni Jing naisidan qaytarib kelib, Urumchidan askar elib, aralashma tuan qurishga buyurgan hamda uni tuanjangliqqa bosh cherik boshliqligiga tayinlagan. Keyin Fukangning mudofaasiga qo'ygan. Keyingi mezgilda Jimsarning shahar mudofaa qo'mondonligiga tayinlagan. 1933-yilning boshlarida Xo'ja Niyoz hoji bilan Ma Zhongying Shingshisay hukumatiga qarshi urush qilayotgan mezgilda Ma Zhongying qo'shinlari Guchingni,
Xo'ja Niyoz hoji qo'shinlari Jimsarni olmoqchi bo'lgan. Li Shufu Xo'ja Niyoz hoji qo'shinlariga taslim bo'lgan. Qurol yaroqlarni atisi choydan keyin topshirib olish to'g'risida kelishim tuzilgan bo'lsa-mu, lekin 200limchi Li Shufu taslim bo'lgan kuni kechida Guchunga odam avatib, qurol yaroqlarni Ma Zhongyang qo'shinlariga topshirganligini bildirgan. Natijada Ma Zhongyang odam avatib, Jimsardagi qurol yaroqlarning hammasini ilib ketgan. Әтісі чай мәзгілді Xo'ja Niyoz hoji odamlarni boshlab, qurol yaroqlarni topshirib olishga kelib, qurol yaroq qolmaganligini ko'rib, Guchunga odam avatib, Ma Zhongyangdan bu qurol yaroqlarning bir qismini qaytarib berishni talab qilgan bo'lsa-mu, lekin Ma Zhongyang tarafidan rad qilingan. Shuning bilan Xo'ja Niyoz hoji Ma Zhongyang ittifoqi buzilgan. Bu fursatdan foydalangan Shing Sisay Urumchida turishliq Sovet ittifoqi konsulining odam avatib murassa qilishi orqali 1933-yili 6-oyning 4-kuni Xo'ja Niyoz hoji bilan ittifoq tuzib kelishim hosil qilgan. Bu kelishimni ba'zilar Fukan kelishimi desa, ba'zilar Jimsar kelishimi deb atashadi. Xo'ja Niyoz hoji Janubiy Sharq Turkiston amonlik saqlash qo'mondonligiga tayinlangan. Shing Sisay hukumati Xo'ja Niyoz hoji qismlarini qurol yaroq va harbiy ta'minot bilan ta'minlamoqchi bo'lgan. Xo'ja Niyoz hoji qo'shinlarni boshlab Turpanga kelib, keyin Janubiy Sharq Turkistonga yurish qilgan. Ma Zhongyangga taslim bo'lgan Li Shufu 1933-yili 6-oyda Fukangda Shing Sisay bilan Ma Zhongyang o'rtasida bo'lgan urushda Ma Zhongyang qo'shinlari mag'lub bo'lganda Li Shufu Ma Zhongyang qo'shinlari bilan birga Tangirtag'ining janubiga chekinib, Ma Zhongyangning buyrug'i bo'yicha Pichan To'qsullarga borgan. 1934-yili Ma Zhongyang qo'shinlari Turpandan yo'lga chiqib, Davanchang orqali Urumchiga hujum qilib, Urumchi shahrini 2 oy qo'rshib olganda, Shing Sisay Stalin hukumatiga xat yozib, Sovet Qizil armiyasini kirgizish bilan Ma Zhongyang qismlarini qo'g'lab, ularni Janubiy Sharqiy Turkistonga chekinishga majbur qilgan. Ma Zhongyang o'ngsizlik uchrayotgan ahvolda Li Shufu Shing Sisayga xat yozib, o'zining yanila Shing Sisayga sodiq ekanligini, Jimsarda Ma Zhongyangga taslim bo'lganligi chin dilidan bo'lmaganligini, buning Jimsardagi puhralar va askarlarning qirilib ketishidan saqlanish uchun ekanligini, hozir Ma Zhongyangdan ayrilib, Shing Sisayning qo'mondonligiga bo'ysundiganligini bildirgan. Bu xatni muavini Ma Yanshadin avatib Shing Sisayga 100 turani topshirg'izgan. Shing Sisay Li Shufuning Ma Zhongyangdan ayrilganligini qarshi oladiganligini bildirgan hamda uni Qumul Barikul garnizon qo'mondonligiga tayinlab, yo'lbosni iskanjaga elishni planlagan. Chunki bu chaqda Shing Sisay Sharq Shinjongda yo'lbosdan, Sharq Turkistonda Mahmud Sharq Turkistondan xotirjam bo'lolmay, bu ikki kuchni yo'qotishga urinayotgan mazgil edi. Shing Sisay Li Shufuning qo'liga buyruq xatini tutqizib, Ma Mingyu'ni tuanjang qilib 3 ying, ya'ni 500 dan ortiq askar bilan Qumulga avatgan. Bu chaqda yo'lbos Turpan To'qsun oraliqida Shing Sisayning tashviqi bilan Xo'ja Niyoz qismlaridan ayrilib, Qumulni o'zim so'rayman, Shing Sisay hukumatiga bo'ysunmayman deb ifoda bildirib, o'zini Qumul naisining hokimi qilib tayinlab, Qumulni boshqarayotgan mazgil bo'lg'achqa, u Shing Sisayning Qumulga askar avatib, Qumulning mudofaa ishlarini tizginlab olgandan keyin o'zini qo'lga olmay qolmaydiganligini his qilib, darhol qarshi tadbir qo'llangan. Yo'lbos Li Shufu va uning bilan birga kelgan Shing Sisayning Sovet ittifoqliq harbiy maslahatchisini ziyofat uyida qurolsizlantirgan hamda ularni Shing Sisayga telegramma bergizib, Qumulning mudofaa qo'mondonligini o'ziga berishga ma'qul keltirib, javob telegramma olgan.
Bunun bilan Li Shufu Shingsey topshirgan yo'lvasni hili nayrang bilan qo'lga tushirish planini ishga oshirishga amalsiz qolgan. Li Shufuning askarlari yo'lvasning qismlariga yoki uning o'ziga tegishga petinolmagan. Yo'lvas kuch jihatda Shingsey hukumatiga tang kelolmay qo'lga tushib qolishdan qo'rqib 1937-yili 4-oyning oxirida Qumulning Bo'g'oz cho'li orqali ichkirga qechib, o'zini Gomindangning qo'yniga atgan. Yo'lvasni Shingseyga tutib berib, to'pi yartish uchun ikkinchi qatim Qumulga kelib, o'zining mag'lub bo'lganligidan harsinib, achchiq yutgan Li Shufu qattiq og'rib 1937-yili dehqonlar kalendari bo'yicha 8-oyning 8-kuni 62 yoshida o'lgan. Uning jasadi Qumul aydurumi, ya'ni hozirgi Baygo maydonida dafn qilingan. Maqola tamam. Manba Bag'dash Tormun birdan.